Bo'lajak turmush o'rtog'ining uyini sotib qochib ketgan kuyov jinoyati doirasida uyning xaridori va guvoh sifatida tergovga jalb qilingan Sanjar Karimovning suddagi ko'rsatmasi shov-shuvlarga sabab bo'lgan edi. 265 mingga oldimda paketda ichidan pul chiqardim. Ichidan 25 ming pul olib qoldim. Sanjar menga katta srok beraman deb keyin ketasiz. Bo'lmasa deydi, yo tavba qildim. Mahallingizda sharmandangiz chiqaraman, mib keladi, militsiya kelaman, bilasizmi kimman? Sen kimsan san desam, meni tanimas ekansiz siz deydi. Kimsan san desam, hammasi deydi, meni tanishim deydi. Uy aldov yo'li bilan sotilgan fuqarolar va ularning advokatlari ishda Karimov yoki boshqa shaxslar ishtirok etgan bo'lishi mumkin deb suddan qo'shimcha protsessual tekshiruv o'tkazishni so'ragan edi. Bloger va tadbirkor sifatida tanilgan Real Sanjik sudda yolg'on ko'rsatma berganmi? U bugun qamoqqa olingani rostmi? Bloger bilan bog'liq shov-shuvlar bugun yana kun tartibiga chiqdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudida Toshkent shahar prokurori birinchi o'rinbosarining Jinoyat kodeksining 112-moddasi birinchi qismi va 25-moddasi orqali 273-moddasi ikkinchi qismida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanuvchi va Jinoyat protsessual kodeksining 227-moddasi tartibida ushlangan 1990-yilda Namangan viloyatida tug'ilgan Finance Invest KSB ta'sischisi va ijtimoiy tarmoqlarda Real Sanjik taxallusi ostida tanilgan erkak shaxsga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi iltimosnomasi taqdim etilgan hujjatlar bilan ko'rib chiqildi. Sudning 2025-yil 28-noyabrdagi ajrimi bilan Toshkent shahar prokurori birinchi o'rinbosarining iltimosnomasi qanoatlantirilib, ayblanuvchi shaxsga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilib, qamoqqa olinishi va tergov hibsxonasiga joylashtirilishi belgilandi. Mo'tabar Nurmuhammedov va Zohidjon Masoliyev, Toshkent.